Panama Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishidan chekinib chiqqanligini jakarlagan. Janubiy Xitoy Atiganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, Panama prezidenti Jose Raul Mulino o'zlarining Xitoydagi diplomatiya orqali Beijing hukumatiga bir belbog' bir yo'l qurilishidan chekinib chiqish uqtirishini topshirganligini bildirgan. Axborot yig'inida prezident Mulino, "Men Xitoy bilan bu kelishimni imzolaguvchilarning muddaosining nima ekanligini bilmayman. Bir belbog' bir yo'l qurilishining davlatimizga keltirgan foydasi nimalar bo'ldi, buni bilmayman. Shunga biz bu turga qatnashmaymiz" degan. Panamaning bu chekinish qarori Xitoyni qattiq bearam qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lin Jian 7 fevral Amerikaning sovuq munosabatlar urushining ro'yi holatida harakat qildi. Yer shari ul asliya planiga buzg'unchilik qildi deb ayblagan. Ma'lum bo'lishicha, 2021-yili Hong Kongga joylashgan Hutchison Porti nomli shirkat Panama kanalining Atlantik okeanga va Tinch okeanga chiqadigan egizlardagi portlarning ishiltish huquqini qo'lga keltirib olgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Marco Rubio oldingi hafta Panamaga berib prezident Mulino bilan ko'rishganda, prezident Trumpning Panama hukumatining Panama kanalining to'sish o'tkazish huquqini Xitoyga berganligi bir xatolik deganligini yetkazib, buning Amerika Panama shartnomasiga xilof ekanligini bildirgan. Xitoy bayonotchisi Lin Jian Marco Rubioning mazkur ziyoratini tilga ilib, Amerika Tashqi ishlar ministrining so'zi Xitoyni nohaq ayblash, Xitoy bilan Latin Amerikasidagi davlatlar o'rtasida qasddan ziddiyat paydo qilish, Xitoyning ichki ishlariga aralashish, Xitoyning qonunli huquqiy va manfaatiga buzg'unchilik qilishdan iboratdir degan.